Ko'p qismliq ovozliq asar 13 yoshlik ona. Abdori Arzugul Akram. Mikrofon oldida Yusufjon Abdurahmon, Bahargul Habibullah. Birinchi qism. Ma'lum bir ahalla Oltiariq rayonining darvozasida 24 soat dejurnilik qilib, hukumatdan uy qiyinchiligi bor kishilarga taqsimlab bergan 50 kvadrat metrlik tuvan ijaralik uyga amdili qaytib kelgan Saram kichikkina yotoq uyning ichida xuddi mushukdek pushuldab uxlab ketgan qizi Aliyaga hayron bo'lgan, sal achchiqlangan holda qarab qo'yib, chapinni silib, qizi Aliya bilan o'g'li Mardan topshiriq ishlash, mashq qilish uchun ishiltiyotgan, o'zlaricha yeziq ustili deb atib olgan 4 putliq jo'zining oldi tarafiga tortib qo'ygan nanglangzini qayirib, ostidagi qog'oz eshikning ichiga amonlik qo'g'dash xizmati qiladiganlar kiyadigan xizmat kiyimi deb atib olgan alichpar cho'ng paxtaliq chaponni purlab tiqdida. Bu 50 kvadrat metrlik kichikkina bir yotoq, bir mehmonxonalik uyning xuddi cho'shqa qo'tunda qalaymaqan, maynatlashib ketganiga ichi siqilgan holda kelib qizi Aliyani silkishlab uyg'otishga boshladi. "Hey, Aliya, Aliya, nimandaq beshingni ko'tarolmay uxlaysan? Yoki bu sening tun qisqa, kunduzin uyqun qolmaydigan 8-oy tomuz issiq fasl bo'lmasa? Hey, birinchi oy vaqtidami mushundaq uxlagan bormi? Oqshimisimu beshingni yostiqqa qo'ydi degich uxlab bo'lasan. Xuddi mushukdek pushuldab uxlaysan. Kunduzimi uxlaysan? Hey, mushkullarda nimada qo'rilishib ketyapsan? Qiz bola bo'lgandekin, mau o'ylarni yig'ishtirib, supurib, tozalab, oshxonadagi qoch qumishlarni yuyib, rahatlab o'ltirsang bo'lmamdi deyman. Mushkullarda faqatla o'zingga o'xshamay qolding-ku sen." Ammo Aliya apsi shuncha silkishlab, yotgan yeridan qopuz vasa, o'ltirib uxlayotgandek apsining gaplariga erangsizlik bilan qarab o'ltiradi. Saram qizi Aliyaning bu turqiga qarab, achchiqdan yerilg'udek bo'lib, qayrib 70 yoshdan oshgan bo'lsa-mu, xuddi televizor deganni 7-8 yoshlik bolalardek ko'zini uzmay, kecha-kunduz tizginakni qo'lidan tushirmay ko'rib o'ltirgan apsi bu Saram anaga kayishqa boshladi. "Hey, apa, senmi o'zing qo'l silib qilmasangmi, mavi qizvaliq bo'lsin gap qilib. Bechora apang 24 soat dejurnilik turib, jini tumshuqqa kelib aron yetib keladi. Opam kelsa o'yla mushunda qalaymaqan, besramjon tursa, texmi bek herib qolmasin. Qiz bol bo'lgandekan, opangga iching og'risin, balam deb, mav o'ylani yig'ishtirg'izib, oshxonalarni tozlatqizib, qoch qumishlarni yuydirib qo'ysang nima bo'ladi deyman. Mening jinimmi jinim apa. Televizor ko'rishni xuddi ko'tira elib olgandek ichiga kiribli ketadi ekansan. Men ishqa mang'uchilik, o'ylani o'zim tozlab, yig'ishtirib, chindek qilib etib kelsam, har qitim men ishdan tushib kelguncha mushundaq cho'shqa qo'tiniga aylanib ketadi bu uy. Nima tortqudg'im bordi deyman bu uyda mening." Saram shundaq deb g'o'tildab, qaqshab yurib, oshxonadagi qoch qumishlarni yig'ishtirib, suv ko'lchikiga silib yuyishga boshladi. Saram dejurnilik qilgan ish o'rnida tushdimi tuzuk tamoq yemay, azroq non bilan choy ichgan bo'lg'achqa, hozir xuddi ich qurib ketgandek bo'lib qolgan edi. U kashda azroq suyqash etishni o'ylab, xamir yo'g'rishga sal erinib qoldi-da, qizi Aliyani do'kondan kasmi cho'p ilib kirishga buyurish uchun uning yeniga kirgan edi. Qizi Aliyaning apsi oshxonaga chiqib ketish hamon qaytadan o'zini tashlab yetib, uxlab ketganini ko'rib, g'azibi 40 gas o'rladi-da, kelgancha Aliyaning chechidan tortib, qo'ng'ilariga tepib, urishga boshladi. "Vo beshingni yeydigan kallasidan chatoq chiqqan Saram! Nemandaq uyqusizlik bo'lgan odamdek beshingni yostiqdan ko'tarolmay uxlab o'ltirsan. Zodi yaxshi gap yarashmaydi sana. Tura o'rningdan. Saram qanjiq. Yig'ishtirama bir narsalarni. Qiz bolami sendek bo'lamdi deyman.
kiyim-kechaklarni hamma yerga tashlagan. Tezroq o'ylan yig'ishtirib ratla. Qara bu qanjoqni. Meni bo'zak ko'rib qoldinglarmi sizlar? Sizlarni beqib, mushinchilik qilg'uchilik oz jafo tortdimmi men? Qani Mardan degan eshak quloq, yana o'yniga chiqib ketgan o'xshamamdi. Xap, o'ygimi kirasan. Apisining toyoqsiz o'zining chechidan tortib, qo'ng'ilirg'i tepib urishlaridan qo'rqib ketgan Aliya o'ndarab turib, karavotdagi yeyilib turgan narsa keraklarini yig'ishtirib, uyni saranjonlashtirishga boshladi. Saram o'g'li Mardanning bu yil to'liq o'ttirg'i imtihon beradiganligini bilgachga, uni ko'proq takror qilishga undayotdi. Ammo Mardan hadisi o'zlari bilan bir binoda o'ltiradigan 3-4 bola bilan bir to'pni ko'tarib gar maydoniga qochib ketadi. Aliya o'ylarni yig'ishtirib ratlab bo'lg'ichilik, opisi Sarammu oshning qo'rinisini qo'rib, qozonga suv quyib etgan edi. Saram aldirash oshxonadan chiqib, qizi Aliyaga 5 ko'y pulni tutqizib, "Menga Aliya, etik chiqib, ma'u do'qmushdagi magazindan bir bo'loq kesma cho'p ilib kir" deb buyurdi. Aliya opisi bergan 5 ko'y pulni ko'tarib chiqib, 4 ko'yga bir bo'loq kesma cho'p ilib, bir ko'yga labang ilib yeb kirib kelayotgan edi. Aliyaning 2 javg'iga achchiq labangning maylari yo'qib, xuddi 5-6 yoshli kichik bolaga o'xshab qolgan edi. U nihoyatda ishtiyoqi bilan achchiq labangni yeb kirganda, buni ko'rgan opisi Saram texmi judini o'rlagan holda, "Hey, qachon men sang pul berib, oldigan narsani ilib oshgan pulni qaytirib akilib bergidek aqlga kelasan sen. Har doim pul bersan, oshqinni hajlib etib, ko'zingni parqirtib kelasan. Boshqa vaqtlarda bo'lmayli" dedim. Endi qarab turib, bu axlat yemeklikni bir changal ilib, xuddi osh qolgandek bütün ishtiyoqing bilan yegilib turibsan-ku. Bu sening o'sib yetilish, salomatligingga ta'sir yetkazadi, bilmamsan? Bundaq axlat yemeklikni yema deb, senga necha qatim aytgan edim. Saram shundaq degenicha Aliyaning qo'lidagi so'lyav xaltada qolgan yana necha tal achchiqni uning qo'lidan ilibla axlat chiligiga tashlab etdi. Ammo Aliya ittik kelib, axlat chiligidan achchiqni ilib yana yeyishga boshladi. Qizning tuyuqsiz bu g'alati qiliqlarga ahli hayron bo'lgan Saram o'ziga, "Bu qiz bola zoti nemish bo'lgandi? Ajab bir g'alati qiliqlarni qilib turdi. Cho'ng bo'lgan sir kichik bolaning qilqini qilib" deb g'o'dirab qo'ydi. Saram shundaq o'y-xayollar bilan oshxonaga kirib, qaynayotgan qozonga Aliya ilib kirgan kasma cho'pni silib, birdamning ichida o'xshagan bir qozon osh tayyor qildi. Saram oshlarni gardin chinilarga qo'yib, tomoq ustiliga ilib kelgandan keyin derazadan pastga qarab, bino oldida 4-5 mo'ysipit oqsoqollar bilan mungdushib o'ltirgan otasi To'xti akini chaqirdi. "Ata, bo'ldi qaytib kirgin. Kechki tomoq pishdi." "Ha, rost ata, pastda Mardan bo'lsa tovlib etgina. Haqqachon Vostipol maydoniga berib olgan bo'lishi mumkin. Bu yog'och quloqni imtihonni berib bo'lguncha to'p o'ynama deb shuncha desammi, gapimga faqat quloq silib qo'ymayotdi." Saram otasi To'xti akini chaqirib, o'g'li Mardanni tovlib etishni aytibmi, yana g'utuldab tagashni to'xtatmagan edi. Mana Mardanni qo'ltiqiga to'pni qistirgan holda kirib keldi. Saram o'g'li Mardanga toza bir yomon gap qilib etishni o'yladi-yu, har doim tomoq vaqtida o'g'liga tanqid qilsa, Mardanning tomoqni yemayli cho'kini tashlab qo'yib, uydan chiqib ketadigan mijozini obdan bilgachga, tomoq yeb bo'lg'icha uningga ortiqcha gap qilmaslikni o'yladi. Allaburun usib tayyorlab qo'ygan oshlarni otasi To'xti aka bilan Mardanning oldiga va opasi Busarxon ananing oldiga qo'ydi. Bu vaqtda Aliya yana yotoq uyga kirib olgan bo'lib, ular tomoq yeyishga tutish qilgan bo'lsa-mu, Aliya yotoq uydan chiqmagan edi.
Sarem xiyolida qizi Aliyani o'zi bayatın urib düşkənligəcə xuylanıvatıdı deb o'ylagan edi. Bu yoqqa chiqa Aliya, ishingni icha, kimingga xuylanib bersan? Günah ishni sen qilgan turib, texman qir ko'rsatamsan. Heli bika achqim kelib qolsa, bika ayab o'ltirmayman jimo. Apisining gapini anglab, sal cho'chigan Aliya asta yataq uydan chiqib, tamoq ustiliga keldi. Uning tamoqqa faqatli ko'ngli tartmayotdi. Shundaq bo'lsa-mu, apisining zo'ridan qo'rqib, endi bir cho'ki oshni tomishqiga elib bordi-da, tuyuqsiz hö tutib, tazliq uyga qarab yugurdi. Kichikkina 50 kvadrat metrlik uylarning nadimi alohida ayrim tazliq uyi bo'lsin. Onun hö desi hö deb, ichi bag'ri cho'linib ketgudek yondirishlariga hayron bo'lgan Sarem uning orqasidan kelib, dumbiziga yenik shapaloqdab turib, tagashga boshladi. Mana, men demidim-mi? Axlat yemekliklarni, ochiq narsalarni yema desam unumaysan. Birdan dil oshqozning ziyon qildi mana. Seni doktorxonaga olib tashirtib baqay. Uydagilar hammasi oshlarini ichib, yetib qolishdi. Sarem qazon qo'mishni yig'ishtirib, yuvishni qizi Aliyaga qildirmoqchi bo'ldi-yu, qizining ich-ichidan o'pkisi o'rilib, og'zidan chiqadigandek hö bo'lib, qiynalib ketganini ko'rib, uningga ich ag'irib qolgan holda o'zi yuyib, oshxonani yig'ishtirgandan keyin yataq uyga kirib, 24 soat dijurni turib, bakli charchab ketganlikdan ikki bolasi Aliya bilan Mardonni ikki yinida yotqizib, uyquga ketgan edi. Ertasi sahar o'rnidan turgan Sarem qizi Aliyani elib, Nahiylik doktorxonaning ichki kasalliklar bo'limiga kelib, qizi Aliyada bo'lgan alomatlarni, achchiq yeganlikdan mushundaq bo'lib qoldi deb, doktorga nihoyat ishtiyoqi bilan so'zlashga boshladi. Ammo bu 55 yoshlarning qarasini olgan doktor ayol sal ajablangan holda Saremning gaplarini anglab, kallasiga bir ish kelgandek chiroyiga jiddiy tus berib, "Qarang singlim, undaq desam bak jiddiylik ketmang. Balkim mening farzim xato chiqib qolishi mumkin. Shundaq bo'lgandimi, tekshirtib baqqanning ziyni yo'q. Bo'lsa qizingizni ayollar bilimiga elib kirib tekshirtib baqqan bo'lsangiz. Siz aytib bergan qizingizdagi bu alomatlar homildorlikning ifodasi. Qaraganda qizingizning bo'yida qolgan o'xshaydi", dedi. Sarem bu doktor ayolning gapini anglab, xafa bo'lgan holda, "Tuzuk gap qiling, doktor. Sizning oldingizga kasal ko'rsatkil kelsak, nimada qalaymagan taqtuqi gapni qilib yurisiz? Men sizning yiningizga 18 yoki 20 yoshga kirib, balog'atga yetib ishib ketgan, jigdi purab qolgan qiz bolani ilib kelmadim. Og'zidan texi, ona suti ketmagan, endi 13 yoshdan oshgan bir go'dak, sabiy qiz bolani ilib keldim. Eg'izaki devaginiz qo'yib gap qilmoqchi bo'lsingizmi? Oldingizdagi odamga qarabroq gap qilmamsiz. Qandoq degan gap bu endi? Qarab turib qizimni haqoratliginingizga ustingizdan arz qilmasam, xo'sh bo'lsangiz bo'ladi." U shundaq deganicha birda apisiga, birda doktorga ko'zini mo'ldirlatib qarab o'ltirgan qizi Aliyaga, "Tura o'rningdan qizim. Doktorga ko'ringil keldik deb bir sarangning oldiga kelgan o'xshaymiz." deganicha Aliyani silkib o'rnidan turg'izib, sirtqa elib mangdi. Ammo doktor nihoyat astoydillik bilan Saremga, "Mendan xafa bo'lsangizmi mayli singlim. Ammo qizingizni cho'qim ayollar bilmay opirib bir tashirtib beqing. Bo'lmasa, atugin bo'lganda qattiq pushaymon qoladigan ish bo'lmasin yana." Bu qitim Saremning doktor ayolning gapini anglab turishga faqatla taqat qolmagan edi. Sarem o'ziga va qiziga nihoyat ishongan holda kayniga o'rilib, doktor ayolning ko'zlariga maqtak qadilib turib, "Qarang, doktor xonim. Siz bu yerda kasal ko'rib, doktorchilik qilaman, kishilarning kasalini ko'raman degichilik, Saranglar doktorxonasiga berib, davolasangiz bo'lg'udak.
u doktor ayolga shundoq davitib, kaynigimi qaramay, doktorxona sirtiga chiqib ketdi. O'n yoshlik ala. Abdori Arzugul Akram. Mikrofon oldida Yusufjon Abdurahmon, Bahargul Habibullah. İkinci qism. Doktor xanım, siz bu yerda kasal ko'rib, doktorchilik qilaman, kishilarning kasalini ko'raman degichilik, saranglar doktorxonasiga berib, davolasangiz bo'lg'idek. U doktor ayolga shundoq davitib, kaynigimi qaramay, doktorxona sirtiga chiqib ketdi. Ular uyga qaytib kelgandan keyin Saramning qo'li faqat ishga bormayotdi. Helidan heliga doktor ayolning degan gaplari quloq tubida jaranglab, Saram bundaq ishning aslan mumkinchilik bo'lmaydiganligini o'z-o'ziga ogohlantirib tursimi, yanada bir xil gumoniy nazari bilan qizi Aliyaga sapsilib qarayotdi. U Aliyaga qaragan siri uning yurish turishi, turqi Saramni ansirtishga boshladi. Chunki o'g'li Mardan bilan qizi Aliyani nihoyat eg'ir sizik tortib tuqqan Saram qizining hozirgi turqida uningda ko'rilayotgan alomatlarga qarab, doktor ayolning degan gaplarini har qancha inkor qilishga tirishsimi, ammo yanada yuragi ansiz silib, xiyolning oxirini chiqara olmay, o'pkisi bo'g'ziga gaplashib qilayotgan edi. Chunki qizi Aliya to'xtamay uxlaydigan, tamoq ancha ishtihasi yo'q. Bo'libmi say qo'rg'anda, mayning buzini purab qolsalar, hö tutib, ko'ngli elishib, lazi achchiqsini bakli yeydigan bo'lib ketayotgan edi. Necha vaqtdan beri qizining bu ishlarini balkim hozirgi kichik bolalarmi shundaq lazi achchiq suvga bak amroq, balkim hozirgi kichik bolalar mushundaq lazi achchiq suvga bakarak amroq bo'ladigan o'xshaydi deb o'ylagan bo'lsa, hozir qizining turupli kassasining kengayib ketayotganini, badallarining sal samirib qolgandek yug'rab qolayotganligini his qilib yetgan edi. Ammo u qizining o'sib yetilayotgan mezgili bo'lg'achqa, badanda fiziologiya jihatdan o'zgarish bo'layotgan o'xshaydi debla ortiqcha o'ylab ketmagan edi. Chunki qizi texi endi 13 yoshdan ozroqli o'tgan tursa, ammo Saram yanada o'ylab xayolining oxirini o'zi qanoatlangudek chiqara olmayotdi. Chunki qizi Aliya buningdan 1,5 yil ilgari dal 12 yoshga kirgan vaqtda hayz ko'rib qilib, o'zidagi bu alomatni bilolmay, yig'lab, opsi ishlayotgan ish o'rniga berib, o'zining oyoq tarafidan qon kelayotganligini, o'zining qon siyayotganligini aytib, "Qarg'anda men eg'ir bir saqaymas kasal bo'lib qoptiman. Endi qanday qilman, oppa? Men o'lib ketadigan o'xshayman." deb yig'lab, olamni ma'lum qilib, Saram bilan birga ishlaydigan ayollarni kuldirib, o'jaylarini o'zivatkidek qilgan edi. U ayollar bir hazo kulgandan keyin Aliyaga tushundirib, "Qizim, buningdan unchalik qo'rqib ketmasangizmi bo'ladi? Bu degan qizlarning o'sib yetilish davridagi fiziologiyalik normal bo'ladigan ish. Ba'zi qizlarda 12 yosh, ba'zi qizlarda sal kechikkanda 14 yoshga kirganda bo'ladi. Bundaq bo'lgani yomon ish emas." deb uningga tushundirib, do'kondan a'lo sifatli tozliq qog'ozini elib chiqib, ishlatish usullarini ko'rsatib qo'ygan edi. Shuningdan keyin Aliya har qatim oy ko'rib qolganda opisi Saramga aytadi. Saram eng yaxshi tozliq qog'ozlaridan elib qiziga ishlatish uchun beradi. Ammo u mushu 2 oy jarayonida qizining hech bir tozliq qog'ozi ishlatganligini ko'rmagan edi.
Ammo mushu kunlarda amalliq qo'g'dash xizmatida sal aldirashchilik bo'lib, darvozadan kirgan chiqqan kishilarni astoydil tekshirib kirgizadigan bo'lg'achqa, Saram bakli charchab, yerib ketganlikdan uyga kelibli yetib uxlab, qizi Aliyaga ancha bir e'tibor berib ketmagan edi. Saram mushularni o'ylab, turibli bugun qizi Aliyani ko'rsatgil ilib borgan ichki kasalliklar doktorini qandaqli bo'lmasin, keyin pushaymon qiladigan ish bo'lib qolmasin. Qizingizni ayollar bilimiga ilib berib, bir tekshirib beqim degan gapini o'ylab qoldi. Bu doktor ayolninki degan gapi o'rinliqmi nima? Rostli tekshirib boqqanning ziyni bo'lmagandikin, bir tekshirib boqaymi-ya? Saram shularni o'ylab, qat'iy niyatga kelib, ati bir kun ishlayotsa, uning atisi dam ilish kuniga o'tillab, qizi Aliyani ayollar bo'limida tekshirtishni qaror qildi. Saram kashligi Beijing vaqti soat 8 da ishga kelsa, 24 soat dejurnida turib, atisi kashligi Beijing vaqti soat 8 bo'lganda ishdan tushib, qaytib keladi. Saram bugun kashda kelib, navbatchilikni elibmi, ko'ngli shundaq parakanda holatda dejurnida turib-atgan edi. Atisi bu aholilar rayonida tozliq ishlarini qiladigan tozliqchi ayollar kelgandan keyinmi, Saram burunqi vaqtlarga o'xshash ular bilan chaqchaqlashib, kulishib o'ltirmadi. Saram bu tozliqchi ayollardan Ruqiya ismli ayolni ko'rib, yuragi texmi ansizchilikka tushib qolgan edi. Chunki buningdan 3 kun ilgari tozliqchi ayollar dejurni uyiga kirib, o't sunib, isinib o'ltirganda, gapdan gap chiqib, Ruqiya gap arliqida o'zining mahallasidagi bir qo'shnisining andili 13 yoshga kirgan qizining homildor bo'lib, qursqida qolganligini, u qizni ota-onasi qattiq qiyin qistoqqa elib, urib turib, qursqidagi bu homilining zodi kimning bolasi ekanligini so'raganda, qattiq tayoq zarbisiga chidamagan bu 13 yoshli qiz bola oxiri yig'lab turib, qo'rsug'idagi bu bolaning zodi kimning bolasi ekanligini ota-onasiga akilib berganligini degan edi. Bu 13 yoshli qizning ota-onasi uni qattiq urib, qiyin qistoqqa elib so'roq qilganda, oxiri tayoqqa bardoshlik berolmagan qiz zar-zar yig'lab turib, qursqidagi bu homilining otasining kim ekanligini aytib bergan edi. Bu 13 yoshlik, texi og'zidan ona suti ketmagan sabiy qizni homildor qilib qo'ygan mushu mahalladagi Kerem ismli 3 bolasi bor, shaharga savdo do'koni ochgan 35 yoshlar chamasidagi kishi bo'lib, o'zini aldab, shaharga opirib o'ynatib kelishni bahona qilib, mashinasiga chiqarib, bozordagi do'koniga elib berib, u kichik qizni oyoq osti qilganligini, bu ishni ota-onasiga yoki birarsiga deb qo'ysa, o'ltirib, yerni ko'lab ko'miydiganligini aytib, tahdid solganligini, hech kimga aytmasa, uningga pul beradiganligini aytib, oldiganligini. Qiz u Kerem degan erning o'zini o'ltirib ko'mitishidan qo'rqib, hech kimga aytolmaganligini, qizning bu ojizligidan foydalanib, bu Kerem degan nomussiz savdogar haftada bir qatim fursat topsalar, bu qizni mashinasiga silib, xoli yerga ilib berib, o'z ko'nglini ichib, qizni oyoq osti dafsanda qilib yurganligini, bu ishning 3-4 oy davomlashib, mana endi bu qizning qursqib to'mpiyib qolganda oxiri pash bo'lganligini, texi 2 kun ilgari Kerem degan bu savdogarni jamoat xavfsizlik idorasidagi kadr saqchilar qo'lga olganligini aytib bergan edi. Dejurnilik uyda o't sunib, isinib o'ltirgan tozliqchi ayollar va amalli qo'g'dug'ichi Saramdan boshqa Malika ismli yana bir ayol hayron bo'lgan holda 4-5 ayol qo'l-qo'li qilishib, Kerem ismli bu numussiz erni 100 mingni tillab, o'z oldiga so'tlab, jazo hukm qilishga boshlagan edi. Hay, mushundaq numussiz, sharmanda erlarning aşı bir nimisini tartib sug'urib, bo'ynidan chirmab,
Özünün ağzıga keplep qoysa boladı. Hey, nomus qilsa bo'lmamdi deyman. O'zining bolasidanmi biror yosh kichik ekan texi o bechora. Endi keyingi turmushi qandoq bo'ladi o qizning? Mana, texi 13 yoshga kirmay turib, homilador bo'lib qolsa, uni keyin kim oladi? Asta, buningdan keyingi hayoti xo'rliq, azob, boshqalarning kamsitishi ichida o'tmamdi, deydi Malika. Shuni deslar Malikxon, shu kichikkina sabiy qizga po'xo'rlik qilib, nomusiq tekkan vaqtida, agarda o'zimning beshig'a mushundaq ish kelib qolsa, mening qizimni biror kim mushundaq qilsa qandoq bo'lib ketaman deganlarni o'ylasa bo'lmamdi deyman. Bu Kerem degan to'ng'izning 3 bolasi bor ekan texi. Bolalarining ikkisi xiyol cho'ng bo'lib qopti. Boshqalar ashu bolalarga qandoq nazarda qara? U bolalar boshqa kishilarning nafratli qarashlari ichida qandoq xotirjam maktabga berib, bilim ilib, kunlarini o'tkiza? Texi ish mushuning bilanla tugisi bo'ldi-ku. Sening otang boshqa kishining kichikkina qizlarga po'xo'rlik depsandi qilib, nomusiq teksa bo'ladi ekan, biz qilsak nimishqa bo'lmaydi ekan deb, mushu Kerem degan to'ng'izning qilib qo'ygan ishiga boshqalar uning qizlaridan o'sh olmasa bo'ladi-ku. Bu bolalari kundan kunga cho'ng bo'lsa, shu nomussiz sharmanda otasidan yirganmasmi deyman. Hay, deb gap qo'shdi. Sharifa ismli yana bir tozliqchi ayol. Shu vaqtida Saram bu ayollarning gapiga qarshi muqam tovlab, "Hey, cho'kalla, isning dardini mo'ri biladi degandek, kim biladi, ashu kichik ezitqu Kerem degan odamning bolalarining chiroyli pozor kiyinib, pullarni cho'ng-cho'ng xashlab yurganiga qarab, ko'zi qizirib, o'zi mushtumdak turib, shu erning quchqiga o'zini otdimi texi? Hozirgi bolalarni kichik degan bilan televizorlarda ko'rinayotgan har xil ko'rinishlardan baldur yetilib qilib, cho'ng onamning naqsini aytadigan bo'lib ketdi. Hozir shunglashqa bir tarafni ayiblayversanglar bo'lmaydi. Hozir mushundaq kichik turibli yo'ldan chiqib ketib, boshqa kishilarni eziq turdiganlar jiqlab qilyapmamdi, degan edi. Endi mana ko'ring, o'zining and 13 yoshdan oshgan qizi mushundaq qismatga qolsa, buni zodi nima degilik? U vaqtda Saram qizi Aliyaga xuddi o'ziga ishongandek ishonganligi uchun qizining har doim maktabdan qaytgan hamon aksi Mardan bilan uyga qaytib kelib, topshiriq ishlab, o'ylarni yig'ishtirib, faqat sirtqa chiqmaydigan bo'lgandikin, unda qismatlarning o'zlarining beshiga kelib qolishini bir xayoliga keltirmagan edi. Shuning uchun 2 kun burun deyishgan gaplarning xuddi ko'nalar aytgandek, burun tog' aylanib kelsa, mana bugungi kunda qozon beshi aylanib keladi degandek, o'zining beshiga kelib qolgandinmi, to'limi bearam bo'lgan holda, bu ayollarning har vaqtdagiga o'xshash qiziqchilik, chaqchaq gaplarni qilishib o'ltirganiga jimjit xayol surib, gapiga aralashmay o'ltirgan edi. Ko'p qismliq ovozliq asar 13 yoshlik Ava. Abdori Arzugul Akram. Mikrofon oldida Yusufjon Abdurahmon, Bahargul Habibullah. 3-qism. Bugun bir kun Saram uchun xuddi 1 yildek bilinib ketdi. Odatda xeyli tezla to'shib qoladigan 24 soat dejurni vaqti xuddi 240 soatdek bilinib ketgan edi. Bakmu tasda dejurnilik vaqtini to'shqizib, kashda ishdan tushib uyga qaytib kelgan Saram eshikni ochib, uyga kiribla ko'z oldidagi manzarani ko'rib, bolalarga masligi kelib, suyunib ketdi. Chunki o'g'li Mardan kirisloda o'ltirib televizor ko'rayotgan edi. Uning yinida bo'lsa, qizi Aliya kirisloda o'ltirib yotganicha, aksi Mardanning tizig'i beshini qo'yib televizor ko'rayotdi. Mardan
Bir tarafdan televizor ko'rgach, bir tarafdan quchqig'i beshini qo'yib yotgan singlisi Aliyaning chashlarini silab o'ltirib, nemidir bir ishlarni deb veliqlab kulib o'ltiradi. Bu bir jup balasining bir-birisiga bo'lgan mehr-muhabbatidan, amroqligidan suyunib, hech bir g'ayrilik his qilmagan Saram uyga kiribla burungi odati bo'yicha uchisidagi yo'g'on paxtaliq chaponni silib, joylashtirish uchun yotoq uyga qarab mangdi. Bolalarining bu harakatidan Saram hech qanday g'ayrilik his qilmagan bo'lsa-mu, opasi Saramning eshikni ichib kirishi bilan o'g'li Mardon qizi Aliya xuddi ovchidan o'rkigan toshqandek jiddiylashib, o'rinlaridan turib ketdi. Ammo Saram bolalarining hozirgi kayfiyatiga parvosiz holda yotoq uy tarafga qarab mangdi. Yotoq uyda bo'lsa, opasi bu Sarxon ana o'z ishlari bilan malak bo'lib atgan edi. Saram opasiga qarab qo'yib, diqqatini buzmaslik uchun asta yeziq ustil ostidagi qog'oz eshikning ichiga paxtaliq chapinni tiqib qo'yib, eshikni asta yepib, mehmonxona uyga qaytib chiqdi. Tunugin kechdiki, qizi Aliyani urib, tillab, ozroq adablab qo'yg'ini ta'sir qildimi yoki o'zining ichi siqilib qoldimi, bugun o'yla xeyli ratlik, saranjon turadi. Oshxonaning ichimi Saram oldingi kun ishdan tushib kelgan vaqtdagi o'xshash qalaymiqan, qachla yeyilib ketgan holatda emas, xeyli ratlik, pokiza tozlangan bo'lib, bir kecha kunduz dujurni turib, ishlab, herib, aranjini qolgan Saramga bir xil rahat tuyg'u berib turadi. Saramning qursiqi shundoq ichilari tartishib ketgan edi. Ammo oshxona uylari shundoq ratlik tursimu, ozroq bir narsa qilib yeyishga qo'li bormidi. U qizi Aliyaga buyurib, bir chaynak choy damlatgandan keyin ozroq qattiq quruq yal yemish, meva-chevlar bilanla choy ichib olgandan keyin baldurli yotoq uyga kirib yetib oldi. Chunki tunugundan beri kallasida paydo bo'lgan 100 minglagan o'y-xayollar bilan bugun oilasidagilarga burunqiga o'xshash kulib, bular bilan mungdushib o'ltiradiganga qilchilik rayi yo'q edi. O'zining charchab qolganligini, burunroq aram oladiganligini bahona qilib, yotoq uyga kirib, ko'zini ching yumib yetib olgan Saram yanada kallasidagi gadarmash o'y-xayollar bilan uxlay olmay, tunni tong'i ulg'an bo'lsa-mu, atdiganda yana burunqi odatiga o'xshash sahar turib, nashtalik tayyorlashga kirishib ketdi. Bugun atigan Saram qizidagi g'ayriy alomatlarni yana bir jazmlashtirish uchun azaldan hech qachon qilmagan odati bo'yicha atiganda mayliq, go'shtlik qo'rimi qo'rgan edi. Chunki otasi To'xta aka bilan opasi bu Sarxon onaning yuqori qon bosim kesili ham qon tomirlarini mayqaplab ketish ahvollari bo'lganlikdan attigini nashtalikqa bundaq mayliq go'shtlik qo'rimi qo'rmay, suyuq salang sho'guruch, to'gi omichi, qo'noq omichi degandek umashlarni tayyorlab, agarda o'g'li Mardon bilan qizi Aliya yoqtirmoqdak bo'lsa, ularga birer istakandan sut qaynatib, tuxum pishirib beradi. Chunki bolalarining o'sib yetilayotgan hamda kundan kunga darslari, o'rganishlari eg'irlashib ketayotgan bo'lg'achqa, ularga quvvat bo'lmasa bo'lmaydi. Saram tamoq ustili ustiga qo'rmalarni ilib chiqib, otasi To'xta aka bilan opasi bu Sarxon aniga bir qachidan siyrak umashni ilib chiqdi. O'g'li Mardon bilan qizi Aliyaga burunqi odati bo'yicha bir istakandan sut, pishirilgan tuxum ilib chiqmay, qo'rma, say bilan bir chaynak choy damlab ilib chiqdi. Saram o'g'li Mardon bilan qizi Aliyani chaqirib, "Tez bo'linglar bolalarim, chiqib nashta qilib elinglar", deb to'ladi va o'g'li Mardonga, "O'g'lim Mardon, sen bu mushkullarda faqat o'zingni bilolmay qolyapsan. Ta'til mezgili to'shdig'anqa necha kun vaqt qoldi? Ta'til topshiriqlaringni ishlab bo'ldingmi qandoq? Bu yil to'liq o'ttirg'i imtihon berib olg'uchilik uyingga bak ko'p berilib ketma bolam.
Sana şunca degen siri, hadisi kun-kunlab uyga kirmay o'ynaydigan bo'lib ketyapsan-ku. Bu yil to'liq o'tir maktabga imtihon bersan. Necha vaqtnikiga qaraganda hasilab tirishmasang bo'lmaydi. Bugun uydan sirtqa chiqquchi bo'lma. Men singling Aliyani doktorxonaga elib, salomatligini tekshirib kelaman. Gapimni qo'lingda ching tut, ha? Saram shundaq deb o'g'li Mardonga bir muncha tanbih, nasihat qilayotgandan keyin texnichi mishchanlik qilib, kiyimini kiyib o'rnidan turib bo'lolmay o'ltirgan qizi Aliyani. "Hay, tez bo'la. Nemanda qilib pishirib o'ltirdigansan? Hozirmi soat 8 bo'lay deb qoldi. Sal kechikib qolsaq, bek uzun o'chara saqlab ketadigan gap", dedi aldirtib. Ola hammasi tamoq ustiga chiqib, nashta qilishga boshladi. Saram nashta qilayotgandek qiyofatda bo'lsa-mu, qizidagi o'zgarishlarga diqqat qilib o'ltirgan edi. Aliya tamoq ustiga kelib o'ltiribla, taxsidagi mayli qo'rmini ko'rib, "Ho" degenicha tazliq uyga qarab yugurdi. Bu qatim Aliyaning ho tutib, tazliq uyga yugurishidan, opisi Saramdan boshqa uydagilarning hammasi odatdagicha parvosiz holatda o'ltirib, nashtasini qilayotgan edi. Bu qatim bu Sarxon ana Aliyaga kayishqa boshladi. "Mana qizim, opangni hadisi to'la gap qildi, hamma narsaga aralashib oladi deysan. Axlat yemaklikni yema desa, xuddi kala bo'g'iz yegandek mazza qilib yeb ketadi ekansan. Obdan bo'ldimi? Mana endi oshqozningdan chataq chiqibdi." Ammo Saramning qo'liqiga opisining gaplari kirmayotgan edi. U tazliq uyda xuddi ich bag'ri og'zidan chuvulinib chiqib ketadigandek, "Ho" desa "ho" deb qiynalayotgan qizi Aliyaga aliyib qarab qo'yib, tuzuk nashtimi qilmay yotoq uyga kirib, kiyimini almashtirishga boshladi. Saram qizi Aliyani zodi qaysi ayollar kasalliklari doktorxonasiga elib berish to'g'riliq bir qarorga kelolmayotgan edi. Chunki Saram haraqkash, qimorvoz yo'ldoshi Pasitning qilgan alamlariga, xo'rlashlarga bardoshlik berolmay, uningdan ajrashib ketibmi, mahallada hadisi haraq ichib, mast bo'lib, to'xta akalarning darvozasi oldiga kelib, darvozasini xuddi dumboq chalgandek urib, o'zlarining yezisidimi turg'idek holini qo'ymag'achqa, Saram shahar qurilish idorasiga tuvan ijaralik uy ilishga iltimos qilib, mush 50 kvadrat metrlik uyni ilib, yashangan ota-onasi va 2 bolasi bilan shaharga kelib, purukdak kichikkina bir eg'iz mehmonxona va bir yotoqliq mush 50 kvadrat metrlik uyda turayotgani 8 yildan oshgan edi. Saram boshda yo'ldoshi Pasitning ko'zidan yiroq turishni o'ylagan bo'lsa, hozir bu shahar turmushining yezdagidek oddiy emasligini, hatto har qanday narsani pulga setib oladiganligini o'ylab, bir kunmi orom topmay, qilg'udakli ish bo'lsa qilib yurayotgan edi. Shuning uchun Saram u yer bu yerlarda ishlab, boshqalarning uylarini tozalab berish va restoranlarning oshxonalarida qoch-qo'mush yuvish, keyingi kunlarda xo'jalik boshqarmasiga berib, ishqa tizimlatib, amalli qo'dug'uchi darvozaman bo'lib ishlab kelayotgan bo'lg'achqa, bu shahardagi kishilarning 80% degudek Saramni tunuydi. Shuning uchun Saram xuddiki barning muniki bar degandek, boshqalarning Saramning eri yo'q, to'lxotun turib, ayollar bo'limida kasal ko'rsatkil kelganligini ko'rib qolsa, so'z cho'chak qilishidan ansirab, oxiri viloyatlik doktorxonaga berib tekshirtishni qaror qildi. Saram aldirash qizi Aliyani ilib, avtobus bekatiga yetib keldi. Bu nahiy bozordan viloyatga boradigan avtobus yo'lga chiqib ketgili 15 minutdek bo'lgan bo'lib, keyingi qatimliq avtobusning mengishini yana 1 soat saqlashga to'g'ri keladi. Avtobus bekatiga kirib, bilet ilish ko'znikidagi xodimdan bu gapni anglagan Saram orqa maydonga chiqib, hozir mangdiganga odami tushib qolgan kira mashinalarini surishtirdi.
Chunki 5 kishilik kira mashinalari cho'ng avtobusga qaraganda 15 ko'y pulni jiq olgan bilan boradigan manzilga 1 soat burun elib boradi. Shuning uchun qizi Aliyani aldirtib, kayni maydonga o'tgan Saram bir necha kichik kira mashinasining yeniga kelib, oxiri bir mashinada 2 yo'lovchisining borligini, Saram bilan qizi Aliya chiqsila, darhol mangdiganligini o'qib, aldirash mashinaga chiqib, viloyatga yurib ketdi. Saram o'zlarini nega apirib qo'ydiganligini so'ragan shofir ustamga viloyatlik doktorxonaga boradiganligini aytib, ancha hayal bo'lmayla mashinaga viloyatlik doktorxonaning oldiga kelib, Saram bilan qizi Aliya tushirib qo'ydi. Ko'p qismliq ovozliq asar 13 yoshlik ala. Abdori Arzugul Akram. Mikrofon oldida Yusufjon Abdurahmon, Bahargul Habibullah. 4-qism. Saram o'zining nahiya bozoridagi doktorxonalarda har bir bilimni xuddi o'zini tunugandek aniq tunusimi, ammo bu viloyatlik doktorxonaga kelib, zal ichiga kiribla, xuddi beshi tavrab qolgandek, qayonga mingishni bilolmay, gangirab turib qolgan edi. U daqiqa turib ketgandan keyin aldirash nomer elish ko'znikiga berib, ayollar bo'limiga nomer oldi. Va mulozimat supisidagi xizmatchi xodimdan ayollar kasalliklari kasal ko'rish bo'limining qaysi tarafda, nechinchi qavatda ekanligini aniq so'rab oldi. Chunki bu yerda nega berishni bilolmay, cho'rgilab yurib, birdamda soat to'shib, ishchi xizmatchilar tushlik dam ilishga chiqib ketsa, o'zlarining kasal ko'rsatishi tushdan keyingi qoladi. Tushdan keyin odam texmi jiqlab kelsa, qizi Aliyani doktorga ko'rsatib bo'lib, kechda uyga qaytish bir masala bo'ladi. Uning ustiga bugun kechda yana ishga boradigan tursa, bularni o'ylagan Saram qadamlarini ittiklatib, qizi Aliyani so'rgandek elib yurib, mulozimat supisidagi yordamchi sestra qizning ko'rsatib qo'yishi bo'yicha ayollar bo'limi tarafga yurib ketdi. Ayollar bo'limining kasal ko'rish doktor ishxonasiga kirgandila, Aliya tomdagi har xil shakldagi ayollar ko'payish a'zosining va jinsiy a'zosining tomga chaplangan suratlarini ko'rib, izo tortqanidan bo'yin quloqlargacha qizirib ketdi. Va sal xafa bo'lgan holda opasi Saramga: "Sarang bo'ldingizmi, opa? Kasal ko'rsatkil borimizda. Bu yerda nima ish qilamiz? Qarang, u yerda har xil siyriq mazmundagi rasmlar bor ekan", dedi tomdagi suratlarni Saramga imo qilib. Saram qiziga gap qilmoqchi bo'ldi-yu, bo'g'ziga kelib qolgan gapni ichiga yutib etib, uningga jim degan ma'noda ishorat qilib, o'zlaridan burun kirgan ikki bemorning doktorga ko'rinib, doktorning maslahatini elib chiqib ketishini saqlab turdi. Oxiri kasal ko'rsatish navbati Aliyaga kelgan edi. Doktor ayol qo'lidagi kasal ko'rsatish nomer qog'oziga bir qarab, "Aliya Basit" deb uning ismini chaqirgandan keyin qo'rinib bir chetda tugilib o'ltirgan Aliyaga va uning yonidagi Saramga qarab qo'yib, Aliyani o'zining oldiga yaqinroq kelib o'ltirishni aytdi. Doktor ayol kasal ko'rsatish qog'oziga Aliyaning ism-familiyasi, yeshini yozgandan keyin uningga qarab, nihoyat muloyimlik bilan: "Qizim, qilcha qo'rinmang, xijil bo'lmang. Sizdek o'sib yetilayotgan qizlarning mushi yeshida hammasi duch keladigan fiziologik masalalar bu", dedi. Uningga kuyingan holda. Chunki bu doktor ayol Aliyani burun o'ziga kasal ko'rsatkil kelgan qizlarga o'xshash yeshining cho'ng'iyishiga agishib, o'zining badanida bo'layotgan fiziologik alomatlarga to'g'ri muomala qilolmay, psixikasida jiddiylashish, qo'rqish
Hatto tushkunlashish ahvollari yuz berib, u qizlarning ota-onasi qizlarining psixikasidagi bu o'zgarishlarni qandoq tangshashni, ularga qandoq yordam qilishni bilolmay, bu ayol doktorning oldiga elib kelgan edi. Shunglashqa Aliyanimi mushundaq masalalarga yo'liqib, yordam tilab qilib keldi deb o'ylab qolgan edi. Aliya bu doktor ayolning zodi nima demoqchi ekanligini tushunolmagandek edi. U sal qo'rqimsirab opasi Saramga qaradi. Sarammu bu doktor ayolning degan gaplarini xato tushunib, "Voy anam-ey, qarxanda, mushundaq mening qizimga o'xshash 13-14 yoshli qizlarning ko'pinchisi mushundaq ahvollarga yo'liqib qolamdi nima?" deganlarini o'ylab ulgurdi. Va bayatın gapni nadan boshlashni bilolmay tantirab turgan bo'lsa, endi o'ziga ishongan holda qizi Aliyaning yeniga kelib, doktorning oldida o'ltirib gap boshladi. "Voy jinim doktor, amaliyotda faqat mening qizimni mushundaq ishga yo'liqqan o'xshaydi deb bek beyarim bo'lib ketibdiman. Necha kundan beri ko'zimga uyqumi kelmay, gelimdan tomoqim o'tmay ketgan edi. Qaraganda bundaq kichik, nodon qizlar azroqla diqqat qilmasa, mushundaq sharmanda nomussizlarning ziyonkashligiga uchrab qolamdi nima? Mushundaq bo'laversa, bizning bu jamiyatimiz qandoq bo'lib ketdi endi?" Endi Saramning keyingi gaplarini doktor ayol tushunolmay qolgan edi. Ammo Saram bu ayolning o'ziga qarg'an ko'zlaridagi tushuniksiz ifodani bilmay, o'z gapini qilishni davomlashtirib-atdi. "Men shu qizimdagi alomatlarga necha vaqtdan diqqat qilmabdi ekanman. Yeshi kichik emasmi? Endi texi 13 yoshga kirib, 14 ga qadam qo'ygan bolalar tursa, kichikkina qiz bolada bundaq ish bo'lib qoladi deb kimmi xayol qilsin? Ammo mushu necha kundan beri qizim yo tuzuk tomoq yemaydi, beshini uyqudan ko'tarolmay uxlab turadi. Kundan kunga chiroyi sarg'ayib, tushkunlashib ketyapti. Mayliq tomoqlarni ko'rsa ko'ngli elishib." Saramning gapi mush yerga kelganda, doktor ayol qo'shimisini turib, sal hayron bo'lgan holda Saramning gapini bilib-atdi. "To'xtab turing xonim. Siz nima da'vatsiz? Sizning da'vatqiningiz homildor. Bu yerda ba ayollarda ko'riladigan alomatlar-ku. Bu kichikkina qizingizda nimaga bunday alomatlar yuz beradi?" Endi Saramning mengisi portlab ketadigandek zing'ildab ag'rishga boshladi. Chunki bu ikki ayol o'z tillarida so'zlashibmi, bir-birisining so'zini tushunolmayotgan edi. Saram oxiri rost gapni aytish qaroriga keldi. "Qarang doktor xonim, men shuningga hayron. Necha vaqtdan beri qizimning ko'ngli elishib, yondirib, ishtihosizlanib yurishlariga qarab, mushu kundagi boshqa bolalarga o'xshash hadis axlat yemekliklarni yeb, achchiq-chuchuk qo'rima cho'plarni damdi, pirojni damdi, ish qilib nada o'zlarining tan safosiga ziyon elib keladigan yemekliklar bilan ozuqlanadigan bo'lg'achqa, oshqozonsidan masl chiqqan o'xshaydi deb ansirab ichki kasalliklar bo'limiga elib borgan edim. O doktor, qizimda ko'rilayotgan alomatlarni so'zlab bersam, doktor nima dedi demansiz? Qizingizni ayollar bo'limiga elib berib tekshirib baqsangiz bo'lg'udak. Qarg'anda bu yerda qolgan o'xshaydi demasmi? Ochiqimda o doktorga bir muncha sisiga gap qilib, og'zi burni bilan tan to'yg'izib qaytib chiqqan edim. Ammo mushu bir necha kun jaryon ediki qizimning badanida bo'layotgan o'zgarishlarni ko'rib, o'zimni sal ansirab qoldim. Chunki hilali o'zingiz degandek, jamiyatdagi bir qism rezil kishilar o'zining pul-mollariga ishinib, texi og'zidan onasining suti ketmagan notivallarni mushundaq dafsanda qilib, homildor qilib qo'ydigan ishlar ko'payib qopti emasmi? Shunglashqa bu yerga tekshirib baqili elib kelgan edi, dedi. Bu ayollar kesili ko'radigan doktor ayolga
Saramning bayatınqı taqqutuqqı gaplari, bu yerga kelish muddaosi endi tushunishlik bo'lgan edi. Doktor bir hazarlevini tishlab o'ltirib ketib, gap so'z qilmay, Aliyani ichidagi tekshirish uyiga elib kirib ketdi. Saram nihoyat jiddiylashgan ham tit bo'lgan holda doktor ishxonasida saqlab o'ltirgan edi. Saram qizi Aliyaning tekshirish natijasini va amaliy ahvolning o'zining qiyos qilganidek bo'lib qolmasligini orzu qilgan holda ko'zlarini tekshirish uyidan uzmay o'ltiradi. Bu vaqtda yana 2-3 bemor kasal ko'rsatgani kirib, o'chira saqlab o'ltirgan edi. Aliyani ichidagi tekshirish uyiga elib kirib ketib, 5 minutdak hayal bo'lgan doktor ayol chiroyida tushuniksiz bir xil beoromchilik ham ich og'ritish ifodasi ko'ringan holda sirtqi ishxonaga chiqib, qo'lidagi rezinga palayni silib, axlat cheligiga tashlagandan keyin qo'llarini qo'l yuvish jo'migida pokiza so'pindab yuvib, kasal ko'rish ustiliga kelib o'ltirdi. Va o'chira saqlab o'ltirgan boshqa ayol bemorlarga qarab, "Kechiringlar. Qo'linglardagi kasal ko'rsatish nomerini bu yerga qo'yib, koridorga chiqib saqlab tursanglar. Men bir-birlab nomer bo'yicha chaqirganda, andin kirib kasal ko'rsatinglar", dedi. Bu bemorlar azaldan doktorning bunday qilib baxmaganligiga sal hayron bo'lgan holda, qo'llaridagi kasal ko'rsatish nomerini doktor ustiliga qo'yib, asta koridorga chiqib ketdi. Doktor ayolning xayoliga petib o'ltirib ketishidan zodi nima deyishni, gapni nadin boshlashni bilolmayotganligi mana men deb chiqib turadi. Bu vaqtda Aliyamu kiyimlarini tuzashtirib, kiyib, beshini yerdan ustin ko'tarmagan holda chiqib, opisi Saramning yonida o'ltirdi. Doktor ayol Aliyaga hesdashlik qilgan holda qarab qo'yib, "Qizim, sizmi koridorga chiqib, o'ltirib opangizni saqlab turing. Opangiz bilan so'zlashadigan azroq ayrim gapimiz bor edi", dedi. Doktorning gapini anglagan Aliya opisi Saramga qarab qo'yib, asta koridorga chiqib ketdi. Bu vaqtda Saram to'limi taqozo bo'lgan holda doktorning og'ziga talmirib, uning zodi nima demoqchi bo'lganligini kutib turadi. Doktor ayol Aliya koridorga chiqib, eshikni yepib atgandan keyin Saramga achchiqlab ketdi. "Nimandaq mas'uliyatsiz bir ota-onasilar. Balani tug'ib, qo'rsqiga oshlamoq berib, o'chisiga kiyim kiygizib baqsili hisob emas. Balaning fiziologiya jihatdagi o'sib yetilish, psixikasidagi normalsizlik, ahvollarga sal diqqat qilish, bir mas'uliyatchan onaning zimmasidagi bosh tortib bo'lolmaydigan bir majburiyati. Ammo siz qizingizga faqat qo'rsqini to'qlab, o'chisiga chiroyli kiyimni kiygizib maktabga mang'uzib yurganingiz bilan, hatto qizingizning bo'yida qilib, homildor bo'lib qolganligini bilmabsiz. Qizingiz homildarkan, uqdingizmi? Endi texi 13 yoshdan oshgan bir, texi 14 yoshga kirmagan bir qiz homildor bo'lib, ona bo'lish oldida turib etibdi. Siz qizingizga chiroyli gap qilib, bu ishni zodi kimning qilganligini so'rab beqing. Balkim qizingiz boshqalarning ziyonkashligiga uchrab ketgan bo'lishi mumkin. Meningcha darhol jamoat xavfsizlik idorasiga bu ishni ma'lum qilishimiz kerak. Bu o'smir bolalarning huquq manfaatiga chetiladigan cho'ng ish", dedi. Saram ideyasida xeyli tayyorlik qilib kelgan bo'lsa-mu, doktor ayolning o'ziga aytgan qizi Aliyaning homildor bo'lib qolganlik isbotini, bu ochiq reallikni qabul qilishga faqatla mag'dur yetmayotgan edi. Ko'p qismliq ovozliq asar 13 yoshlik ona. Abdori Arzugul Akram. Mikrofon oldida Yusufjon Abdurahmon.
Bahargül Habibullah. 5. qism. Saramning beshida chaqmoq chaqqandek bo'lib, ko'z oldi qorong'ulashib, turgan joyidan yerga seyrilib o'ltirilib qoldi. Bayatın Aliyani tekshirgan doktor ayol ittik kelib, "Xonim, nima bo'ldingiz? O'zingizni tutib oling. Hargiz jiddiylashmang." degenicha Saramni yo'lab karvatga o'ltirg'izib, bir istakan qaynoq suv qo'yib bergandan keyin issiq qaynoq suvni Saramga ichkizishga boshladi. Saram qaynoq suvni ichib, sal esiga kelgan bo'lsa-mu, uy ichi cho'rgilayotgandek bo'lib, beshi qiyib turadi. Shundaq bo'lsa-mu, Saram o'zini tutib olishga tirishib, bu joydan qizi Aliyani elib, tezroq ketishni o'ylayotgan edi. Chunki bu doktor ayolning darhol jamoat xavfsizlik idorasiga telefon qilib, quramiga yetmagan kichik qizlarga tajovuz qilib, homildor qilib qo'yish delosi ustida delo ma'lum qilishidan ansiravatgan edi. U nim tasti o'rnidan turib, doktor ayolning "Qanday xaraktersiz xonim? Xil aslingizga kelib qoldingizmi?" deb so'ragan savoliga chiroyiga majburiy kulki yugurtib, Rahmat doktor. Hozir xil o'ngshilib qoldim. Rahmat. Men hozirli qizimni elib, uyga qaytib berib, uningdan bu ishni zodi kimning qilganligini, qanday yuz berganligini so'rab boqay. Uningcha siz bu ishlarni hech kimga aytmay turgan bo'lsangiz, sizdan o'tinib qolay doktor, dedi yalvorib turib. Saramning bechoralarcha o'ziga iltimos qilib aytgan so'zlaridan ichi og'ritib qoldimi qandaq? Saramga hesdashlik qilgan holda, "Ma'qul xonim, har qanday bir onaning endi 13 yoshga kirgan qizining beshiga bundoq ish kelib qolsa, yuragi toshdan putilgan ona bo'lsa-mu, bardashlik berilmasligi mumkin. Sizni to'g'ri tushunaman. Ammo bu ishni bakaniga surib kechiktirvasangiz bo'lmaydi. Bu ishni qilgan nomussiz ablah chuqum qonun to'rig'i tushishi, qonunning jazosiga tortilishi kerak. Vaqtni uzartivasangiz, qizingizning qo'rsiqidagi homila cho'nglab ketsa, birinchidan qizingizning o'sib yetilishiga ta'sir yetadi. Yana bir jihatdan homilani tushirishga mumkinchilik bo'lmay qoladi. Keyin qizingizni operatsiya qilishga to'g'ri kelib qoladi", dedi. Uningga tushuntirib. Doktorning gaplarini anglab, uningga ma'qullik bildirib, rahmat aytib, koridorga chiqqan Saram xuddi putiga eg'ir tosh esib qo'ygandek mag'dursiz qadamlarini pastga besib, qizi Aliyaning qo'llaridan xuddi mijib ezib yetadigandak tutgan holda doktorxonadan sirtqa elib mangdi. Saram mumkin bo'lsa, hozirli yolg'iz bir yerga elib kirib, qizi Aliyani so'roq qilishni o'ylayotgan edi. Ammo bunda qilishga mumkin bo'lmaydiganligi uchun u aldirash uyga qaytish uchun bu viloyatdan o'zlarining nahiyasiga qatnaydigan kichik kira mashinalari bor yerga yetib keldi. Ammo uning bilan qayrishgandek kira mashinalarining ichida Saramlar bilan bir safarda mangadigan yo'lovchilar tushgan mashina bo'lmag'achqa saqlab qolishga to'g'ri keladi. Saramning ko'nglidagini bilib olgandek bir shopur ittik uning oldiga kelib, "Teshmocha, qarsam behli aldirashda ko'rinsiz. Mashina chiqib saqlab turgan bo'lsanglar, mashina chiqilgan yana 2 odam bor edi oldimizda. Shu 2 odamni ilib saqlab mangib ketamiz", dedi. Azaldan shopurlarning aldirab turgan yo'lovchilarni ko'rsa, mushundaq deb aldab mashinaga chiqarib, ko'chama-ko'cha aylantirib, o'zining mashinasida odam borligini, darhol bir odam bo'lsa mengib ketadiganligini aytib, boshqa shopurlar bilan xaridor talashadigan odatini Saram bilgachga,
Sarəm bilmigəchkə uyga qaytishga aldirab turganligi uchun şopurning gapiga ishonib qilib, qizi Aliya bilan mashinaga chiqib o'tirgan edi. Mana şopur oldimizdagi bino deb bularni elib cho'rgalatgili xayoli bo'lgan bo'lib, oldidagi 7-8 aholilar o'ltiraq binosi o'chirgan bo'lsa-mu, şopur degan binoga yetib kelolmayotgan edi. Şopur mashinani haydab ketib etib, o'chirganlik kishilarga laba urib, xuddi jug'ichining eshigidek ularning yenida to'xtab, nega boradiganligini, o'zining mashinasida 2 odam borligini, yana bir odam bo'lsa mengib ketadiganligini aytib ketib atadi. Şopur bularni xeyli aylandirgandan keyin Sarəm o'zining ahmaq bo'lib, xaridorsi yo'q mashinaga chiqib qolganligini his qilib, judini o'rlagan holda: "Nimandaq odamni ahmaq qilasiz, usta? Biz aylanayotgan yarim soatdan oshdi. Oldimizda 6-7 o'ltiraq binodan o'tib ketdik. Sizning yo'lovchilaringizni saqlab turgan binoga hech kelib bo'lolmaymiz-ku. Helimi ko'rganli odamga o'zingizni sazoyi qilib mangdingiz. Zodi kiraga mangmamsiz? Mangmasangiz bizni mashinadan tushirib qo'ying. Heligacha avtobusda o'ltirgan bo'lsaqmi, yetib borgan bo'lardik." Sarəmning xafa bo'lib qolganini ko'rgan şopur: "Voy, ha, mana. Xapmaga acha. Ish qilib sizlarni kech bo'g'icha uyingizdagi apirib qo'ysam bo'ladi-ku. Bunda xap bo'lsangiz, mana chiroyli yuzingizga qo'rq tushib, satlashib ketsangiz" dedi. Bezanglik bilan va mashinaning beshini yana bekatga burab yurib ketdi. Bekatga yetib kelgandan keyinmi mashinani to'xtatib qo'yib, yana boshqalarga tovlab, xaridor chaqirishga boshladi. Birdilla juduni tutgan Sarəm ittik mashinadan tushib, qizi Aliyaning qo'lidan tortganicha uzun yo'lliq avtobus bekatining bilet elish zaliga kirib keldi. Va o'zlarining nahiyasiga qatnaydigan eng oxirgi avtobusning biletini ilib, avtobusga ulgurib chiqib olgandan keyin achchiqi kelib, mushu kunda birmi rost gap qiladigan samimiy odamning qolmaganligini, hamma odam o'z manfaati uchun boshqalarning o'la tirilishi bilan kori bo'lmaydiganligini o'ylab, o'ziga tagab, g'o'dirab ketdi. Sarəm qizi Aliya bilan quyosh g'aribga petib, butun yer yuzini qorong'ulik qaplaganda uyga yetib keldi. Sarəmning hozir bir minut saqlab turishga taqati yo'q edi. U qizi Aliyani uyga qaytib kelibla so'roq qilishini o'ylagan edi. Ammo qiyilishqandek ular uyga qaytib kelganda Sarəmning kichik hammasi yana apisi Busarxonning singlisi Almaxon shaharga narsa kerak setib olg'ili sodiliqqa kelib, qaytar vaqtida ochisi Busarxonni yo'qlab ketish uchun bu uyga kelganda xuddi ko'tarolmasang sangilitib ol degandek 50 kvadrat metr keladigan purukdak bir yotoq, bir mehmonxonalik kichik uyga odamning ko'ksi qorni kangri bo'lsa olami patadi degandek Busarxon singlisi Almaxonni qo'nib qilishga zo'rlab tutib qolgan edi. Almaxonning o'zi bilan birga sahrodan shaharga narsa keraklikni ko'tarishib bergili ilib kelgan 13-14 yoshlar chog'isida Aliya bilan tangdematlik o'g'li Xoliqmi birga bo'lib, sahrodan kelgan bu tuqqunni zerkib qolmasin deb mardonni sirtqa chiqmagan bo'lib, kichikkina uyning ichida hammasi sig'dilib o'ltirib ketgan edi. Sarəm eshikni echib kiribla uydagi mehmonni ko'rib, chiroyiga majburiy kulki yugurtib, Almaxon hadi bilan salomlashib ko'rishdi. Ular tanish amalliq so'rashib, ahvollashgandan keyin Sarəm o'zining bugun kechda Aliyani so'roq qilish xayolidan voz kechgan edi. Chunki apisi Busarxonning bu kenji singlisi Almaxon bakli og'zi yenik, shubak eg'iz ayol bo'lib, agarda bu ayolning qo'liqiga
әнділ 13 yaşqa kirgan, texi to'liqsiz o'ttirning 1-yilligida o'qiyotgan qizi Aliyaning bo'yida qilib, homildor bo'lib qolganlik xabari qo'lqiga yetib qoladiganli bo'lsa, butun iqlimga pur ketdi degan gap. Shuning uchun asli xo'jalik ishxonasiga telefon urib, o'zining mijozi yo'qligini aytib, bir kun ruxsat so'rash niyatidan yaltiyib qilib, aldirash kiyimini almashtirib, ishiga yurib ketdi. Saram ishqa tushish vaqtidan yarim soat kechikib kelib, barini o'tkazib olgandan keyin kayfiyati nihoyatim o'sal holda bu bir kunni o'tkazgan edi. U kallasida xilma-xil o'y-xayollar, har xil qiyos bilan qizi Aliyani aldab ketish va uningga tahdid silish ehtimolligi bo'lganlik kishilarni birma-bir kallasidan o'tkazib o'ylayotgan edi. Saram Aliyani tahdid silib yoki aldab, nomusiga tegib, bosqinchilik qilib, qo'rsig'ida o'ndirib qo'yg'idek darajada emas. Qizi Aliyani aldab ketish va uningga tahdid silish ehtimolligi bo'lgan kishilarni birma-bir kallasidan o'tkazib o'ylayotgan edi. Saram har qancha o'ylabmi, qizi Aliyani tahdid silib yoki aldab, nomusiga tegib, bosqinchilik qilib qo'rsig'ida o'ndirib qo'yg'idek aqlga muvofiq biror nomzodni kallasiga keltirolmagan edi.